Azizlar, assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisizlar? Allohning nurlari va barakalari yog'ilsin. Germaniyadamiz. Yuklarni tushirib bo'ldik. Endi Xudo xolasa bir chiroyli joyga chiqib 45 soat damga kiramiz inshaalloh. Deymizlar. Через 200 метров поверните налево. Shunaqangi tor joylardan yurg'izatdi. Shunaqangi tor joylardan chiqdik hozir. Fasonlari boshqacha uylardan. Ahamiyat beringlar. Поверните налево. Ana shunaqangi joylarda o'zi boya kelgan yo'limdan yana qaytib ketyapman-da. Mana eski uylar. Rossiyada Germaniyada xizmat qilgan akalarimiz yozishadi. Abdurahmon deb o'sha akalar bu uylarni juda ham yaxshi bilishadi. O'sha eski bundan 30 yil, 40 yil, 50 yil oldingi uylar. Shunaqa qishloqlarni o'ralab chiqib, avtobanga chiqamizda. Kassel tomonga ketamiz. Xudo xolasa inshaalloh. Yashillik bo'lgan bilan bularning o'tlari uncha-munchaga o'lavermaydi. Uncha-munchaga o'lmaydi bularning o'tlari.